Assalomu alaykum suvchilar maktabi kuzatuvchilari. Bugun zamonaviy suv tejamkor texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha mutaxassis Said Ibrohim aka Eshxo'jayev bilan suhbatni Toshkent viloyatini Agrover kartoshkachilik markazida davom ettiramiz. Assalomu alaykum Said Ibrohim aka. Va alaykum assalom. Kuzatuvchilarimizga o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Said Ibrohim. Men ushbu irrigatsiya institutini tamomlab, Agrover kartoshkachilik markazida 2019-yildan beri faoliyat olib bordik va ushbu tizimda yomg'irlar sug'orish tizimlarini o'rnatdik. Asosan Isroil davlatining Namdanjin degan kompaniyasi bilan hamkorlikda ushbu yomg'irlar sug'orish tizimlarini amalga oshirdik. Mana ko'rib turibsiz. Ushbu sprinkler modeli 6025 ST modeli, ya'ni bu sug'orish samaradorligi juda ham yuqori bo'lgan, shamol qarshiligi juda ham samarali sug'orish modeli qo'yilgan. Ko'rib turibsiz, har bitta maydonga kerakli namlikda ekinni diapazoni bo'ylab namlikni yetkazib beradi. Bilamizki, kartoshkani yomg'irlatib sug'orish tizimida sug'orish noan'anaviy. Ko'pchilik fermer xo'jaliklarida to'g'risi bu narsani kuzatmaganmiz. Nima uchun aynan yomg'irlatib sug'orishni kartoshkada qo'llaymiz? Qanday afzalliklari bor, qanday foydali tomonlari bor? Avvalambor rahmat savolingiz uchun. Ushbu tizim bo'ylab biz o'zimiz Agrover kartoshkachilik markazida tajribalarni amalga oshirdik. Egatlab sug'orish va yomg'irlatib sug'orish, ushbu sprinkler sug'orish usuli bilan amalga oshirdik. Bunda juda ham afzalliklari yaqqol sezildi. Birinchi navbatda suv tejaladigan bo'lsa va eng asosiysi hosildorlikni yuqori samarali va sifatli bozor talabiga mos bo'lgan kartoshka yetishtirishga olib keldi. Umumiy holatda biz qanaqa ishlarni amalga oshirdik? Tuproqqa maxsus sensorlar qo'yib, ularning namlik profillarini kuzatib bordik. Va o'sha asosida beriladigan suv normalarini o'simlikka yetkazib berdik. O'simlikka suv emas, faqat namlik kerak. Kerakli namlikni o'simlik me'yori asosida belgilab yetkazib beradigan bo'lsangiz, o'simlik faqat o'zidan energiya, faqat hosil berishga ishlaydi. Ushbu jarayonda egatlab sug'orishda bir xil kartoshka navi ekilgan bo'lsa, o'rtacha 25-28 tonnadan oldik. Aytaylik, Gollandiyani Arizona degan kartoshka navini ekkanimizda. Xuddi shu navni boshqa maydonda yomg'irlatib sug'orish jarayonini amalga oshirib hosildorlikka bir qaraydigan bo'lsak, o'rtacha 45-50 tonnagacha hosildorlikka erishildi. O'z-o'zidan hosildorlik 2 barobargacha. Balki boshqa hududlarda bu natijaga bermasligi mumkin, lekin tizimni afzalligi mehnat sarfini tejashga, berilayotgan suv me'yorini ancha iqtisod qilishga va yuqori hosildorlik olishga sababchi bo'ladigan natijalarni oldik. Adashmasam ko'rib turibmizki, hozirda impulsli yomg'irlatib sug'orish tizimi, aynan shu tizimni afzalliklari, xususiyatlari haqida gapirib bersangiz. Albatta, ushbu yomg'irlatib sug'orish tizimimiz 6025 ST Super Diffuser modeli uchidagi nasadga nozilni almashtirish hisobiga suv sarfini va sug'orish diametrini o'zgartirishimiz mumkin. Hozir bu yerga 3.2 nozil qo'yilgan, bu degani soatiga 600 litr suv sarf beradi. 1 soatda 600 litr. Har bitta sprinklerimiz, sug'orish radiusimiz 12 metr. Har bitta sprinklerning joylashuvi 12 ga 12 sxemada joylashtiriladi. Sug'orish samaradorligini oshirish maqsadida bu ishlar amalga oshiriladi. Umumiy hisobda mana ko'rib turibmiz, hozir 1,5 gektar maydonga suv ochilgan, bitta gidrantdan suv beriladi. O'rtacha tizimni ishlash bosimi, ishchi davleniya deymiz, ya'ni ishchi bosim 3 atmosferani tashkil qiladi. Tizimda o'zini maxsus parametr xususiyatlari bor. 2, 3 yoki boshqa atmosferada uzoqqa sepish va tomchini mayda yirik qilish xususiyatlari ushbu sprinklerda kuzatishingiz va ko'rishingiz mumkin. Ushbu yomg'irlatib sug'orish tizimini qaysi ekinlarda qo'llash mumkin yana? Biz o'zimiz tajribamiz davomida ushbu yomg'irlatib sug'orish tizimini asosan ildizi yer ostida bo'lgan kartoshka, sabzi, sholg'om yoki boshqa ekinlar uchun juda ham yuqori afzalliklarga erishdik. Bo'stonliq hududida yoki mana shu o'rta Chirchiq tumanida ham oladigan bo'lsak, bu yerda ham yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Va bundan tashqari mana ko'rib turibsiz, g'alla maydonlariga ham ushbu 6025 ST Super Diffuser modellari qo'yilgan. G'alla ekinlariga ham juda yaxshi effekt bermoqda. Va bundan tashqari boshqa karomdoshlar, donli ekinlar bo'ladi, boshqa ekinlarga ham ushbu tizimni afzalliklari juda ham yuqori. Umuman olganda, har bitta ekinga kerakli namlikni ushbu yomg'irlash tizimi orqali beriladigan bo'lsa, juda ham yuqori, yaxshi natijalar beryapti. Said Ibrohim aka, mutaxassis sifatida bugungi kunda zamonaviy suv tejamkor texnologiyalardan foydalanish qay darajada muhim deb o'ylaysiz? Dunyo tajribalarini oladigan bo'lsak, umuman olganda ushbu tizim qariyb 1 asrdan beri balki O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'ylab keng qo'llanib kelmoqda.
Dunyoda misol uchun oladigan bo'lsak, 6 ta sug'orish usuli bo'lsa, tomchilatib, egatlab, yomg'irlatib va boshqa sug'orish tizimlari. Har bir tizimning o'z o'rni bor va o'z o'rnida har bir ekinga to'g'ri qo'llay bilsak, albatta yaxshi natijaga erishamiz. Va buni natijasida biz nimalarga erishishimiz mumkin? Birinchi navbatda suvimizni tejaymiz. Chunki bilamiz, harorat ortishi, iqlim o'zgarishi sababli tog'dagi muzliklarimiz erib ketmoqda. Natijada yildan yilga suvimiz me'yori kamayib bormoqda. Va ikkinchisi, hosildorlik juda ham yuqori. Har bitta ekinga belgilangan sug'orish normasini va sug'orish usulini qo'llash orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Va uchinchisi, mehnat sarfi. Bilamizki, ushbu tizim orqali, aytaylik, misol uchun 1000 gektar deydigan bo'lsak, bor yo'g'i 5 ta 6 tagina odam sug'orish operator, ya'ni o'sha ishchi xodim sug'orish tizimlarini foydalanadi. Ushbu tejamkor texnologiya qo'llash orqali. Yoki oddiy sug'orish usuli bilan solishtiradigan bo'lsak, sizlarga o'rtacha farqini keltirib beraman. Ham 5 gektaringizga bitta suvchi qo'yasiz. 1000 gektaringizga bu degani 200 ta suvchi. 200 ta suvchi bilan 6 ta operatorda o'rtacha oylik ish haqi deymiz. Va egatlab sug'orishdagi odamlar suv qo'yganda qanaqa, misol uchun, har xil kasalliklar yuzaga keladi. Oyoqlarda misol uchun revmatizm deymiz, ya'ni boshqa kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Va keyingi navbatlarda ushbu tejamkor sug'orish texnologiya qo'llaganda dalaga texnika, yoqilg'i moylash materiallarini qo'llash yuqori darajada tejamkorlikka olib keladi. Ko'rib turibmiz, misol uchun egatlab sug'organingizda, aytaylik, oddiy kartoshka misolida har suvdan keyin bitta kultivatsiya yoki bitta egat ochish kerak. Bu o'z navbatida yoqilg'i va texnikaning yillik amortizatsiya xarajatlariga ta'sir qiladi. Ushbu tizimda bor yo'g'i sizda qanaqa texnik xarajatlar kutilishi mumkin? Kartoshka ekildi, orqasidan bir marta kultivatsiya, bir marta ko'milish jarayonlari amalga oshadi. Bo'ldi. Dalaga boshqa talab etilmaydi texnika kirishi. Qachonki kiriladi? Boyagi barg orqali, suspenziya qilish orqali. Hozir ushbu suspenziya qilish jarayonlarini ushbu tejamkor texnologiya orqali, yomg'irlatib bo'lsin, tomchilatib sug'orish tizimi bo'lsin, to'liq tizim orqali berish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Bu o'z navbatida beriladigan ozuqani to'g'ridan-to'g'ri o'simlikka va samarali unga ta'sir qilishni olib keladi, yuzaga keltiradi. Said Ibrohim aka, qarab turibmizki, maydon anchagina katta. Hozir qancha gektar maydonga kartoshka ekilgan va bunda necha kishi faoliyat olib boradi? Xo'p, hozir ko'rib turgan maydoningizda taxminan 43 gektar maydoniga kartoshka navi ekilgan. Bu kartoshkaning Aluetta degan navlari ekilgan. Asosan bu Gollandiyani XZP Agriko degan kompaniya tomonidan taqdim etiladi. Va qolgan maydoni g'alla. Umumiy hisobda 100 gektar maydonga bitta suvchi operator qo'yiladi. Tizim to'liq avtomatik boshqaruv tizimi bilan jihozlangan. Umumiy asosiy kompaniya avtomatikasi Talgil kompaniyasi brend nomi o'sha sug'orish tizimi o'rnatilgan bo'lib, tizimda har xil alarm rejimlarida boshqarish imkoniyati mumkin. Ya'ni kutilayotgan bir haftalik ob-havoga qarab, o'simlikka bir haftada qanaqa suv kerak, o'simlikni, ya'ni o'sha iste'mol me'yoriga qarab sug'orish rejimlarini oldindan belgilab, inson omili aralashmagan holatda boshqarish imkoniyati yuzaga keladi. Bunga albatta maxsus tuproqqa qo'yilgan sensor datchiklar orqali tuproqdagi namlik profilini kuzatish orqali erishiladi. O'z navbatida o'sha o'simlikka hali boshida aytib o'tganimizdek suv emas, faqat namlik me'yorini to'g'ri ushlab turadigan bo'lsak, yuqori hosildorlikka albatta va suvni tejalishiga o'sha sensorlar orqali sababchi bo'linadi. Ya'ni bilmaymiz, hech kim, misol uchun fermer dala maydon kelyapti, tejamkor texnologiya o'rnatgan, boyagina tuproq sensorlar qo'ymagan, boshqa bo'lmagan, qancha sug'orish kerak, o'simlikka qancha me'yor kerak boshqa bilmaydi. Bu albatta muammo birinchi navbatda. O'shani o'simlikka qachon va qancha suv berish kerakli normasi haqida tuproq qo'yilgan sensorlar yoki maxsus amaliy usulda aniqlash usullari orqali uni o'rgatib kelajakka joriy qiladigan bo'lsa, albatta suvni tejamkorligiga va o'simlikka boyagi ikkita stress holatdan olib chiqib kerakli namlikni berish orqali yuqori hosildorlikka erishish mumkin. Said Ibrohim aka, ko'rib turibmizki, hozir dalada kartoshkalar begona o'tlardan xoli, lekin ko'pchilik fermerlarimiz aytishadiki, suv tejamkor texnologiyalarini o'rnatadigan bo'lsak, begona o'tlar ham ko'payib ketadi deyshadi. Siz bunga qanday tavsiyalarni berasiz? Nima uchun sizni dalangizda begona o'tlar yo'q? Albatta, o'rinli savol. To'g'risini aytganda, bu hozir ko'pchilikning xayolida, fikrida ushbu tejamkor texnologiyani o'rnatdik, bo'ldi, endi dalamiz begona o'tlardan xoli, yuqori hosildorlik olaman degan tushunchalar paydo bo'lib qoladi. Bu aslida noto'g'ri, chunki har bitta muvaffaqiyatga erishish uchun sekin va bosqichma-bosqich chiqadi. Ushbu tizim ham o'rnatilgandan keyin, mana kamida 4 yil bo'ldi ushbu maydonga o'rnatganimizga. Sekin-sekinlik bilan biza to'g'risini aytganda begona o'tlar bor edi. Gerbisid berdik.
va daladan, misol uchun, ariqdan oqib keladigan oqova suvlarda ham begona o'tlar urug'lari keladi. Hamma tizimni biz to'liq filtratsiya tizimi orqali o'tkazdik. Natijada dalaga hech qanday begona o'tni urug'i kelmadi. Faqat bilamiz, begona o'tlar boyagi shamol, suv va boshqa holatlarda tarqaladi. Biz ikkita sababini qildik. O'sha kerak bo'ladigan suv orqali himoyasini qildik va boshqa usul bilan mana shu tizimda gerbisidlar orqali begona o'tlarni yo'qotishga sababchi harakatlarni amalga oshirdik. Sabab bo'ladigan harakatlarni amalga oshirdik. Said Ibrohim aka, ko'rib turgan qurilmalarimiz qanday vazifalarni bajaradi? Xo'p, bu yerda keling birinchi navbatda bir chekkadan tanishtirishni boshlaymiz. Tizimni klapani ochib yopuvchi apparatning klapan, havo filtri va undan so'ng mana bu ko'rib turganimiz qora ko'pchilikda misol uchun tushunmovchilik mumkin. Bu filtr Isroil davlatining Amiat filtrlari. Bu 8 Pro modeli, soatiga 250 kuba suv rasxod beradi. Bu tizimda to'liq hammasi filtratsiya suvni sifatini amalga oshirib beradigan asosiy filtr vazifasini bajaradi. Skvajinadan bo'lsin yoki oqova suvlar bo'lsin, to'liq dala maydonimizga xoh tomchilatib, xoh yomg'irlatib sug'orishga ichida maxsus setishli filtrlari bor, almashib kerakli me'yordagi suv sifatini ta'minlab beradi. Tizim avtomatik 3 bosqichda ishlaydi. Avtomatik, rushnoy va alarm rejimlarida. Avtomatik holatda tizim kirayotgan bosim bilan chiqayotgan bosim orasidagi manometrdagi farq 0.5 yoki belgilangan bosim kiritiladi. Farq bo'ldimi, avtomatik tizim o'zini o'zi yuvishni boshlaydi. Alarm rejimida siz qo'yib qo'yasiz, har 2 soat yoki suvni loyqa tiniqligiga qarab 4 soatda liniyani yuv degan buyruqni kiritib qo'yasiz. O'sha asosda tizim o'zini o'zi har 2 soat yoki har 4 soat yoki 24 soat agar suvingiz tiniq sifatli bo'ladigan bo'lsa, 72 soat davomida ham o'zini o'zi yuvib ketishi mumkin. Va 3-xislati manual tizim deyiladi, ya'ni inson faoliyati asosida kelasiz, knopchka bor, knopkani bitta bosganingiz hisobiga tizimni o'sha zahoti filtrlab suvni yuvib tozalab beradi. Va tizim keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rib turibsiz, suv cho'chklarimiz, albatta hozirgi suv solig'i bilamiz, fermerlar uchun yildan yilga narx oshib ketyapti, suv to'lash kerak, boshqa qilish kerak soliqlarni. Cho'chkdan o'tgani nazorat bo'lgani yaxshi. Keyingi jarayon fertigatsiya tizimi deyiladi, ya'ni o'g'itlash tizimi. Bu yerda suyuq o'g'itlar, azot, fosfor, kaliyni suyuq o'g'itlar yoki o'sha granula shaklidagi o'g'itlarni solib, mikser yordamida aralashtirib, liniyaga chiqarib beramiz. Gektarga qancha me'yorda mo'ljallaymiz? Misol uchun, ekinni holatiga, talabiga, me'yoriga qarab agronomlar maslahat qilgan holatda maxsus Amiat injektor dozatorlarimiz bor. Ushbu dozator orqali tizimga suvni liniyadan kelayotgan bosim, gidravlik bosim hisobiga dala maydonlariga o'g'itni yetkazib beradi. Ushbu to'liq fertigatsiya filtr tizimlari har bitta fermerda asosiy talabida bo'lishi kerak qilayotgan loyihalarda. Shtobi ekinga misol uchun o'g'it berish kerak yoki o'sha suvni talabi qo'yiladi, bitta me'yorda loyiha asosida amalga oshirish kerak. Said Ibrohim aka, mutaxassis sifatida fermerlarimizga tavsiyalaringiz? Hozirgi umuman olganda qishloq xo'jaligi shiddat bilan zamon o'zgargan sari shu zamon sayliga mos bo'lish kerak. Umuman olganda mana suvchilar maktabi ochilgani to'g'risini aytganda juda ham tahsinga sazovor va u O'zbekistonimizning qishloq xo'jaligi uchun ajoyib bir imkoniyat deb bilaman. Yutuqlardan bittasi. Nimagaki, to'g'risini aytganda egatlab sug'orish bilan ushbu tejamkor texnologiyalarda ikkalasi tubdan farq qiladi. To'g'ri, bitta suv manba bitta, lekin uni o'simlikka qo'llash bo'yicha bir nechta usullar orqali amalga oshiriladi. O'simlikka kerakli namlikni boshqa qilish orqali. Ushbu suvchilar maktabida o'simliklarga qachon qancha qo'llash bo'yicha boyagi fermerlarni o'qitish, ularning bilim malakasini oshirish albatta ajoyib yaxshi reja ishlab chiqilgan deb bilaman, yaxshi loyihalardan biri. Va kelinglar suvchilar maktabida kelib, o'z bilimlaringizni oshirib, malakalaringizni oshirib, yuqori hosildorliklarni olib, o'sha yurtimizga, qishloq xo'jaligimizga o'z hissalaringizni qo'shinglar deb taklif qilamiz. Va hamda albatta bilamizki, ko'pchilikni fikrlarida suv tejamkor texnologiya qo'llayapti, dala maydon o't bosib ketyapti. Albatta bu birdaniga bo'ladigan narsa emas. Tejamkor texnologiya o'rnataylik. Sekin-sekin, misol uchun qadam-qadam deymiz. Birinchi yil undoq bo'ladi, ikkinchi yil undoq bo'ladi, lekin mana shu kompaniya miqyosida aytaman sizlarga, Agrover kartoshkachilik markazida yillar davomida ushbu tizimni ishlab, sug'orish, yomg'irlatib sug'orish bo'lsin, tomchilatib sug'orish tizimi bo'lsin, bir tekisda sug'orish ishlarini amalga oshirdi va albatta natijalarga erishmoqda, yuqori natijalarga. Va sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz, o'sha suvimizni tejashda birinchi navbatda bilamiz, suv tekin emas, yildan yilga suvni qisqarib ketishi va suv solig'ini ortib borishi ham albatta bu har bitta fermerning cho'ntagiga zarar.
ushbu tizimda qo'llanilgandan keyin albatta bir yuqori natijalarga erishadi. Inshaalloh. Said Ibrohim aka, kerakli tavsiyalar va ma'lumotlar uchun sizga tashakkur bildiramiz. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishdagi faoliyatingizga esa ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat, albatta sizlarga ham vaqt ajratib, o'sha bizlarni taklif qilganlaringiz uchun va qishloq xo'jaligi barcha xodimlariga bundanda xirmonlari to'lib yuqori hosildorlik olishiga tilakdoshmiz va yaxshi niyatlar tilab qolamiz. Sog' bo'linglar.